bitta voqeani aytib beraman aka, esga keldi. Shuning uchun o'shanaqa glamni qo'ymasangiz bo'lmaydi. Tizerga qo'yamiz. Ha, tizerga qo'yasiz. Abbos haqida. Sharjada Chempionlar Ligasida biz 2021-yil. Ha. Abbos borgandi o'shanda esingizda bo'lsa. Ha. Sardor aka dedi. "O, Abbos dedim. Men dedi, sizni dedi, muxlisingiz bo'lganman." Ha. Shunday aytsan, ha. Men sizga dedi, o'sha Real Madrid 2017-yil Real Madrid bilan o'yindan oldin aka omad deb yozganman Instagramda direktdan. Ro'q aytsam men yozganman. Balki chiqqan shunda keldi, direktdan +99 bo'lib ketadi. O'sha kirdim +99 ga kirdimda, kirib turib yozdim. Nima isming desam, Abbos Fayzulla. Bitta yozsam, shuni turibdi aka 2017-yil. Bor mana ko'rsatingchi. Mana 2017-yil omad ertangi o'yinga deb yozgan Realda o'yindan oldin. Keyin men 2021-yil rahmat kalta deb yozganman. Abbos shunda 14 yoshligida shunda yozgan ekan, qarang, ukamda Abbos ham.